Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men sizlar bilan har birimizga bevosita tegishli bo'lgan, ammo ko'pchilik e'tibor bermayotgan juda muhim mavzu haqida gaplashamiz. Gap ko'chmas mulk egalari uchun joriy etilgan yangi qonunlar haqida bormoqda. Ishonamanki, o'shamamki deb takkamam ne ejaki bu ma'lumotni oqsirigacha eshitmasangiz, yaqin kelajakda jiddiy moliyaviy muammolarga, jarimalarga duch kelishingiz yoki hatto mulkingiz bilan bog'liq huquqlaringizni yo'qotishingiz mumkin. Bu ogohlantirish emas, balki shunchaki fakt. Shuning uchun darhol kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing va ushbu ma'lumotni o'zingizning ko'chmas mulkingiz bo'lmasa ham albatta mulki bor tanishlaringizga yuboring. Chunki bugungi suhbatimiz mutlaqo barchani savotirga solishi kerak bo'lgan masalaga qaratilgan. Aslida so'nggi paytlarda ko'chmas mulk sohasida juda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu o'zgarishlar faqatgina yangi qurilishlar yoki bozor narxlari bilan bog'liq emas. Gap shundaki, davlat ko'chmas mulkka egalik qilish, undan foydalanish va uni boshqarish jarayonlarini tartibga solishga qaratilgan yangi qonun hujjatlarini joriy etdi. Ko'pchilik uchun bu o'zgarishlar faqatgina bir necha bandlardan iborat qog'oz parchasi bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo amalda bu qonunlar har bir mulkdorning cho'ntagiga, byudjetiga va hatto mulk bilan bog'liq rejalarga bevosita ta'sir qiladi. Avvallari ko'chmas mulkka egalik qilish jarayoni nisbatan sodda edi. Mulk soligi hisoblash usuli ancha eskirgan bo'lib, ko'pincha mulkning real bozor qiymatini aks ettirmasdi. Ya'ni Toshkentning eng markazida joylashgan qimmatbaho uy yoki kvartira bilan viloyatning chekka hududidagi oddiy xonadon uchun solik hisoblash tamoyillari bir-biriga juda o'xshash bo'lib, bu adolatsiz holatlarni keltirib chiqarardi. Kadastr bahosi ko'pincha juda past bo'lgani sababli mulk soligi ham ko'pchilik uchun sezilmas darajada edi. Ijaraga berish masalasida esa ahvol yanada erkinroq edi. Ko'pchilik mulkdorlar o'z kvartiralarini, ofislarini yoki boshqa turar joylarini rasmiy ro'yxatdan o'tkazmasdan hech qanday shartnomasiz ijaraga berar, ijara daromadidan solik to'lamasdi. Bu holat albatta yashirin iqtisodiyotning keng tarqalishiga va davlat byudjetiga katta miqdordagi mablag'larning tushmasligiga sabab bo'lardi. Foydalanilmayotgan yoki yaroqsiz holatga kelgan mulklar haqida ham alohida nazorat yo'q edi. Odamlar o'z mulklarini yillar davomida tashlab qo'yishlari, ulardan hech qanday foyda ko'rmasdan yoki ularni ta'mirlamasdan saqlashlari mumkin edi. Bu esa shaharsozlik va hududlarning rivojlanishiga to'sqinlik qilardi. Endilikda esa ahvol butunlay o'zgardi. Davlat ko'chmas mulk bozoridagi shaffoflikni oshirish, byudjet tushumlarini ko'paytirish, shuningdek mulkdan samarali foydalanishni rag'batlantirish maqsadida bir qator qat'iy choralar ko'rdi. Quyida men bu yangi qonunlarni asosiy yo'nalish bo'yicha batafsil tushuntirib beraman. Birinchi asosiy o'zgarish bu ko'chmas mulk soligini hisoblashning yangi tizimi va solik stavkalarining o'zgarishi. Ikkinchi muhim o'zgarish ijara ijaraga berish faoliyatini majburiy ro'yxatdan o'tkazish va ijara daromadidan solik to'lash talablarining kuchaytirilishi. Uchinchi muhim yo'nalish foydalanilmayotgan yoki yaroqsiz holatga kelgan mulklar uchun joriy etilgan maxsus jarimalar va qoralardir. Keling, endi har bir yo'nalishni alohida va juda batafsil ko'rib chiqaylik. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nima bilishingiz kerak, kim savotirlanishi kerak va kimga bu unchalik ta'sir qilmaydi? Yangi kadastr baholash tizimi va solik stavkalari. Nima bo'ldi? Avvalgi tizimda ko'chmas mulk soligi ko'pincha mulkning joylashgan hududiga qarab kvadrat metr uchun belgilangan minimal kadastr qiymati asosida hisoblanardi. Bu esa ko'pincha bozor qiymati millionlab dollarga baholanadigan mulklarning solik qiymati ancha past bo'lishiga olib kelardi. Misol uchun Toshkent shahrining markaziy hududidagi yangi qurilgan zamonaviy kvartira bilan deylik viloyat markazidagi eski ta'mirtalab kvartira uchun to'lanadigan solik o'rtasida katta farq bo'lmasdi. Chunki ikkalasining ham kadastr qiymati real bozor narxlaridan uzoq edi. Bu tizim moliyaviy adolatsizlikni keltirib chiqarar va davlat byudjetiga katta miqdordagi tushumlarni yo'qotishga sabab bo'lardi. Endilikda esa davlat kadastr agentligi yangi metodologiyalar asosida mulklarning kadastr qiymatini bozor narxlariga yaqinlashtirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib bormoqda. Bu degani endi sizning ko'chmas mulkingizning solikqa tortiladigan qiymati uning haqiqiy bozor narxiga qarab professional baholovchilar tomonidan aniqlanadi. Bu jarayonda mulkning joylashuvi, turi, turar joy, noturar joy, qurilgan yili, qavatliligi, ta'mirlanganligi, atrofidagi infratuzilma va boshqa ko'plab omillar inobatga olinadi. Natijada ko'plab mulklar uchun kadastr qiymati sezilarli darajada oshadi. Bu esa o'z navbatida to'lanadigan mulk soligi miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Kim savotirlanishi kerak? Avvalo, shaharning markaziy va obod hududlarida, ayniqsa yangi qurilgan yoki qimmatbaho ta'mirdan chiqqan mulklarga egalik qiluvchilar savotirlanishi kerak. Ularning mulklarining kadastr qiymati bir necha barobar oshishi mumkin. Shuningdek, kattaroq maydonga ega bo'lgan yoki bir nechta mulkka ega bo'lgan shaxslar uchun ham solik yuki sezilarli darajada ortadi. Keling, konkret misollar bilan tushuntiraman. Misol, New Tortisom, Mabattarlan Kantama, Tuantem Tande, Nistatun Tallida.
Toshkent shahrining markazida 80 tumani Navoiy ko'chasida joylashgan 80 kvadrat metrlik yangi qurilgan zamonaviy kvartira egasi. Eski tizim bo'yicha aytaylik, uning kadastr bahosi 500 million so'm edi. Soliq stavkasi deylik 0.2% bo'lsa, yiliga 1 million so'm mulk soligi to'langan. Yangi tizim bo'yicha suddi shu kvartira bozor narxlarini hisobga olgan holda endi 1 milliard 200 million so'mga baholandi. Soliq stavkasi ham o'zgarib 0.25% ga ko'tarilgan bo'lsin. Unda endi soliq 0.25% member 300 so'mga teng bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, soliq 3 barobar oshdi. Bu juda sezilarli farq. Misol tu Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida joylashgan 120 kvadrat metrlik eskiroq ta'mirtalab sonadon egasi. Eski tizim bo'yicha ushbu zonadoning kadastr bahosi 150 million so'm edi. Soliq stavkasi 0.2% bo'lsa, yiliga 36 ming so'm soliq to'langan. Yangi tizim bo'yicha bu zonadonning bozor qiymati nisbatan kamroq oshishi yoki hatto ba'zi hollarda avvalgi baholash adolatsiz yuqori bo'lgan bo'lsa, pasayishi ham mumkin. Aytaylik, u 180 million so'mga baholandi. Soliq stavkasi 0.2% qolgan bo'lsa, yiliga 340 ming so'm soliq to'lanadi. Bu holatda o'zgarish unchalik katta emas. Kimga bu unchalik ta'sir qilmaydi? Asosan chekka hududlarda joylashgan, bozor qiymati unchalik yuqori bo'lmagan, ta'mir talab yoki eski mulklarga ega bo'lganlar uchun soliq yukidagi o'zgarishlar sezilarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda agar avvalgi kadastr baholash taksatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, yangi baholash natijasida soliq miqdori hatto biroz pasayishi ham mumkin. Ammo bu kamdan kam uchraydigan holat. Ijaraga berish faoliyatini majburiy ro'yxatdan o'tkazish va daromad solig'i. Nima bo'ldi? Ko'p yillar davomida ko'chmas mulkni ijaraga berishdan olinadigan daromadlar yashirin iqtisodiyotning asosiy qismidan biri bo'lib keldi. Millionlab kvartiralar, uylar va noturar joy binolari shartnomalarsiz, soliq to'lanmasdan ijaraga berilardi. Bu davlatning katta miqdordagi byudjet tushumlarini yo'qotishiga sabab bo'lar, shu bilan birga ijara munosabatlarida ham tartibsizliklarni keltirib chiqarardi. Masalan, ijarachini kvartiradan chiqarib yuborish yoki ijara pulini undirishda mulkdorning qo'lida hech qanday rasmiy hujjat bo'lmasligi ko'plab muammolarni keltirib chiqarardi. Endilikda esa barcha turdagi ko'chmas mulkni ijaraga berish shartnomalarini majburiy davlat ro'yxatidan o'tkazish talabi joriy etildi. Bu degani, siz endi kvartirangizni, ofisingizni, garajingizni yoki boshqa har qanday mulkingizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazmasdan ijaraga bera olmaysiz. Ro'yxatdan o'tkazish davlat soliq qo'mitasining elektron xizmatlari orqali yoki notarius orqali amalga oshirilishi mumkin. Ro'yxatdan o'tkazilgan shartnomalar asosida olingan ijara daromadlaridan jismoniy shaxslar uchun belgilangan tartibda daromad solig'i undiriladi, odatda 12%. Shuningdek, ayrim hollarda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, qat'iy belgilangan soliqni to'lash imkoniyati ham mavjud. Kim savotirlanishi kerak? Aytish mumkinki, oldinlari o'z mulklarini shartnomasiz qo'lga-qo'l usulida ijaraga berib kelgan barcha shaxslar endi juda savotirlanishi kerak. Ular nafaqat o'tmishdagi soliq to'lanmagan davrlar uchun katta jarimalar va penaltilarga tortilishi, balki kelajakda ham doimiy nazorat ostida bo'lishlari mumkin. Soliq organlari ma'lumotlar bazalarini va monitoring tizimlarini kuchaytirgan. Masalan, mahalla faollari orqali, kommunal xizmatlarning iste'moli bo'yicha ma'lumotlar orqali yoki hatto qo'shnilarning xabarlari orqali noqonuniy ijara faktlari osongina aniqlanmoqda. Keling, yana konkret misollar bilan chuqurroq tahlil qilaylik. Misol 1, Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 2 sonali kvartirasini $500 evaziga ijaraga bergan A ismli fuqaro. U ilgari hech qanday rasmiyatchiliklarsiz, shartnomasiz, soliq to'lamasdan ijaraga bergan. Eski holat, yiliga $6000 sof daromad olgan. Soliq to'lamagan. Yangi holat, agar u endi ushbu faoliyatini rasmiylashtirmasa va soliq organlari tomonidan aniqlansa, u bir necha yo'nalish bo'yicha javobgarlikka tortiladi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga binoan ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazmaslik kam ish haqi miqdorining ancha baravarigacha jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda kam ish haqi miqdori 340 so'm atrofida ekanligini hisobga olsak, bu 17.000 so'mgacha jarima degani. Ikkinchidan, u 60 da to'lamagan barcha ijara daromadlari uchun soliq paramasi to'ron 9% va shunga qo'shimcha ravishda penaltilar ham to'lashga majbur bo'ladi. Bu juda og'ir moliyaviy zarba bo'lishi mumkin. Agar u o'z faoliyatini rasmiylashtirsa, $500 oyiga taxminan 80.000 so'm, ijara daromadidan 15% soliq to'laydi. Bu oyiga 720.000 so'm, yiliga esa 64.000 so'm degani. Bu albatta oldingi holatga nisbatan sarajat, ammo qonuniy va hech qanday muammosiz faoliyat yuritish imkoniyatidir. Misol itu Farg'ona viloyatida kichik do'konni ijaraga bergan tadbirkor B ismli fuqaro. U ham ilgari og'zaki kelishuv asosida ish yuritgan. Yangi holat, u ham sudda yuqoridagi kabi jarimalar va soliqqa tortish xavfi ostida qoladi.
Uning uchun yagona to'g'ri yo'l ajratib nenim. Nu bishtarya ijara shartnomasini elektron tarzda yoki notarius orqali ro'yxatdan o'tkazish va belgilangan tartibda soliq to'lash. Kimga bu unchalik ta'sir qilmaydi? Avvaldan o'zining ijara faoliyatini qonuniy asosda shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazib, soliq to'lab kelgan mulkdorlar uchun bu o'zgarishlar hech qanday yangilik emas. Ular allaqachon tartibli ishlashga odatlanganlar va yangi qonunlar ularning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. 3. Foydalanilmayotgan yoki yaroqsiz holatga kelgan mulklar uchun maxsus jarimalar. Nima bo'ldi? Ko'p yillar davomida ko'chmas mulk, ayniqsa shahar ichidagi yer uchastkalari yoki eski binolar egalari tomonidan foydalanilmasdan, ta'mirlanmasdan tashlab qo'yilar edi. Bu nafaqat hududning estetik ko'rinishini buzibgina qolmay, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'lmagan. Bunday mulklar oliy kapital bo'lib, ular rivojlanishga, yangi loyihalarni amalga oshirishga to'sqinlik qilar edi. Davlatning maqsadi har bir mulkdan samarali foydalanishni rag'batlantirish, hududlarni obodonlashtirish va yangi ish o'rinlari yaratish. Endilikda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan foydalanilmayotgan, yaroqsiz holatga kelgan yoki qurilishi tugallanmagan obyektlarga nisbatan kuchaytirilgan soliq stavkalari yoki maxsus jarimalar joriy etildi. Bu degani, agar sizning mulkingiz ma'lum muddat, masalan 2 yil davomida foydalanilmayotgan bo'lsa yoki jiddiy ta'mir talab holatga kelgan bo'lsa, siz oddiy mulk soligidan bir necha barobar ko'proq soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu choralar mulkdorlarni o'z mulklarini foydalanishga kiritishga, ta'mirlashga yoki sotishga majbur qilish uchun qaratilgan. Kim savotirlanishi kerak? Asosan bir nechta mulkka ega bo'lgan, ammo ulardan birortasini ham foydalanmayotgan shaxslar savotirlanishi kerak. Shuningdek, meros qilib qolgan, ammo uzoq yillar davomida qarovsiz qoldirilgan eski uylar, dala hovlilar yoki uchastkalariga ega bo'lganlar ham savotirga tushishi lozim. Spekulativ maqsadlarda sotib olingan, ammo rivojlantirilmasdan shunchaki narxi oshishini kutib turgan uchastkalari egalari uchun ham jiddiy muammolar tug'ilishi mumkin. Keling konkret misollar orqali ko'rib chiqamiz. Misol Watt yangi qurilayotgan turar joy massivi yonida joylashgan Cheks Sotix uchastkasi egasi D ismli fuqaro. U 5 yil oldin bu erni sotib olgan, lekin u yerga hech narsa qurmasdan shunchaki narxi oshishini kutib yotibdi. Eski holat u oddiy soligini to'lab kelgan, bu juda arzon bo'lgan. Yangi holat endilikda uning uchastkasi foydalanilmayotgan mulk deb topilishi mumkin. Agar davlat kadastr agentligi yoki hokimiyat tomonidan o'tkazilgan monitoring natijasida bu tasdiqlansa, unga oddiy soligidan 3 barobar yoki 5 barobar ko'p soliq stavkasi qo'llanilishi mumkin. Tasavvur qiling, avval u yiliga 500 ming so'm soliq to'lagan bo'lsa, endi bu 1,5 milliondan 2,5 million so'mgacha oshadi. Bu uni erni sotishga yoki undan samarali foydalanishga majbur qiladi. Misol do qishloq hududida bobosidan meros qolgan, ammo 10 yildan beri hech kim yashamayotgan va butunlay buzilib ketgan 230 kvadrat metrlik eski uy egasi ismli fuqaro. Eski holat uy buzilgan bo'lsa-da, kadastr hujjati bor edi va u uchun arzimas mulk soligi to'langan. Yangi holat bunday uy yaroqsiz holatga kelgan yoki foydalanilmayotgan mulk deb topilishi mumkin. Hokimiyat mahalliy organlari tomonidan tekshiruv o'tkaziladi. Agar uyning yaroqsiz holatga kelganligi tasdiqlansa, mulk egasiga uni ta'mirlash yoki buzib o'rniga yangisini qurish talabi qo'yiladi. Agar mulkdor bu talabni bajarmasa, u ham yuqoridagi kabi kuchaytirilgan soliq stavkalariga duch kelishi yoki ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Ba'zi hollarda agar mulk uzoq muddat davomida qarovsiz qoldirilib, umumiy safsizlikka tahdid solsa, hokimiyat hatto sud orqali uni jamoat manfaati uchun tortib olish masalasini ko'tarishi ham mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kimga bu unchalik ta'sir qilmaydi? Mulklarini muntazam ravishda foydalanayotgan, ularni yaxshi holatda saqlayotgan, ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida amalga oshirayotgan mulkdorlar uchun bu qonun hech qanday muammo tug'dirmaydi. Qoratdan qurilishi tugallanmagan obyektlar bo'yicha ham agar loyiha hujjatlariga muvofiq belgilangan muddatlar ichida qurilish ishlari olib borilayotgan bo'lsa, ularga ham maxsus jarimalar qo'llanilmaydi. Asosiy qism 2 istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har qanday qonunda bo'lgani kabi, bu yangi qonunlarda ham o'ziga xusus istisnolar, e'tibordan chetda qoldirish mumkin bo'lmagan qaltis jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan nozikliklar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Yangi kadastr baholash tizimi va soliq stavkalari bo'yicha. Istisnolar ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun, masalan, pensionerlar, nogironligi bor shaxslar, urush faksriylari, mulk soligidan imtiyozlar saqlanib qolgan. Masalan, ular o'zlarining yagona turar joy mulki uchun soliq to'lashdan qisman yoki to'liq ozod etilishi mumkin. Ammo bu imtiyozlar odatda ma'lum miqdordagi kadastr qiymati doirasida amal qiladi. Agar pensionerning mulki juda qimmat bo'lsa, u ham ma'lum bir chegaradan oshgan qismi uchun soliq to'lashi mumkin.
Shuningdek, yangi qurilgan va foydalanishga topshirilgan mulklar uchun ma'lum bir muddatga soliq imtiyozlari berilishi mumkin. Bu investitsiyalarni rag'batlantirish maqsadida qilinadi. Qaltis jihatlar. Eng katta qaltis jihat bu. Noto'g'ri kadastr bahosi. Inson omili yoki teknik satoliklar tufayli sizning mulkingiz bozor qiymatidan oshiqcha baholanishi mumkin. Bu holatda siz darhol noroziligingizni bildirishingiz va qayta baholashni talab qilishingiz kerak. Ikkinchi qaltis jihat soliq xabarnomalarining yetib kelmasligi. Siz soliq to'lovi haqidagi xabarnomani pochtadan yoki elektron pochta orqali olmaganingiz bilan soliqni to'lash majburiyatingiz saqlanib qoladi. Soliq qonunchiligiga ko'ra, soliq to'lovchining o'z mulk soligi haqida ma'lumot olishi va uni belgilangan muddatda to'lashi shart. Aks holda penaltilar yigilib boraveradi. Nozikliklar, bozor qiymatini aniqlashda juda ko'p subyektiv omillar mavjud. Kadastr agentligi o'z baholovchilarining malakasini oshirishga harakat qilmoqda, ammo baribir satoliklar bo'lishi mumkin. Mulkning bozor qiymati bugun bir sil, ertaga boshqacha bo'lishi mumkin. Kadastr bahosi har yili qayta ko'rib chiqilishi yoki muntazam yangilanishi lozimligi ham muhim. Shuningdek, agar sizning mulkingizning bahosi keskin oshgan bo'lsa, soliq yukini birdaniga oshirmaslik uchun asta-sekinlik bilan oshirish mexanizmlari, masalan, yiliga maksimal 1% oshirish, ba'zi hollarda qo'llanilishi mumkin, ammo bu har doim ham joriy etilmaydi va qonun hujjatlarida aniq belgilanishi kerak. Ijaraga berish faoliyatini majburiy ro'yxatdan o'tkazish va daromad soligi bo'yicha istisnolar. Yaqin qarindoshlar, ota-ona, farzandlar, turmush o'rtoq, aka-uka, opa-singillar o'rtasida mulkdan tekin foydalanish haqidagi kelishuvlar agar ular rasmiy ravishda hujjatlashtirilgan bo'lsa, odatda soliqqa tortilmaydi. Ammo bu kelishuvlar ham notarial tasdiqlangan bo'lishi va davlat ro'yxatidan o'tkazilishi talab etiladi. Aks holda bu ham yashirin ijara deb topilishi mumkin. Shuningdek, mehmonxonalar va yotoqxonalar kabi qisqa muddatli ijaraga berish faoliyati alohida qonunlar bilan tartibga solinadi va boshqacha soliq rejimlariga ega. Qaltis jihatlar. Eng katta qaltis jihat bu do'stona kelishuvlarga ishonish. Agar siz qisqa tarkas mulkdor bo'lsangiz va do'stingizga yoki tanishingizga ijaraga bergan bo'lsangiz, lekin shartnoma tuzmasangiz, siz hali ham qonun buzilishiga yo'l qo'ygan hisoblanasiz. Ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazmaslik sizni ijara munosabatlarida ham himoyasiz qoldiradi. Masalan, ijarachi ijara haqini to'lamasa yoki mulkingizga zarar yetkazsa, sizda uni sud orqali javobgarlikka tortish uchun rasmiy hujjat bo'lmaydi. Bu esa sud jarayonlarida isbotlashni juda qiyinlashtiradi. Nozikliklar. Ijaraga berishdan olinadigan daromadga soliq hisoblashda sizning qaysi soliq rejimida ekanligingiz muhim. Jismoniy shaxs sifatida 15 tusi. Daromad soligi to'laysizmi yoki o'zi band qilgan shaxs sifatida qat'iy belgilangan soliqni tanlaysizmi? Ijaraga beruvchi jismoniy shaxs sifatida o'zi band qilganlar ro'yxatiga kirsa, u umumiy daromad soligi o'rniga qat'iy belgilangan soliqni to'lashi mumkin. Bu soliq odatda kvartira maydoniga va hududiga qarab belgilanadi va ko'pincha dan kamroq bo'ladi. Ammo bu rejimni tanlashdan oldin barcha jihatlarini o'rganib chiqish kerak. Chunki u sizning boshqa daromadlaringizga yoki faoliyatlaringizga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar sizning boshqa biznesingiz bo'lsa, bu rejim sizga mos kelmasligi mumkin. Foydalanilmayotgan yoki yaroqsiz holatga kelgan mulklar uchun maxsus jarimalar bo'yicha istisnolar. Ba'zi holatlarda mulkdan foydalanilmayotganligi uchun uzrli sabablar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, agar mulk uzoq muddatli sud bahslari predmeti bo'lsa, egalik huquqi masalasi hal etilmagan bo'lsa, yoki mulkning egasi uzoq muddat chet elda bo'lsa va uning nomidan hech kim harakat qila olmasa. Shuningdek, agar mulkni qurish yoki ta'mirlash uchun belgilangan muddatlar hali tugamagan bo'lsa, u foydalanilmayotgan deb hisoblanmaydi. Ammo bu holatlarni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilishi shart. Qaltis jihatlar. Foydalanilmayotgan yoki yaroqsiz holatga kelgan degan tushunchalarni aniqlashda subyektivlikka yo'l qo'yilishi mumkin. Masalan, hokimiyat vakillari yoki mahalliy komissiyalar mulkni baholashda noto'g'ri xulosa berishi mumkin. Bunday holatlarda mulk egasining huquqlari himoyalanmasligi mumkin. Shuningdek, mulkni buzish yoki ta'mirlash bo'yicha berilgan talabnomalarning muddati o'tgan bo'lsa, siz yanada jiddiy oqibatlarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zi hollarda davlat mulkni tortib olish kompensatsiya bilan albatta huquqiga ega bo'ladi agar u uzoq muddat davomida qarovsiz qoldirilsa va jamoat xavfsizligiga tahdid solsa. Nozikliklar. Qaysi omillar mulkni foydalanilmayotgan deb topish uchun asos bo'ladi?
Bunga kommunal to'lovlarning nolga teng bo'lishi, mulkda hech kimning yashamasligi yoki faoliyat olib bormasligi, tashqi ko'rinishining qarovsizligi, obodonlashtirish ishlarining bajarilmaganligi va boshqalar kirishi mumkin. Shuningdek, mahalliy hokimiyat organlari tomonidan bunday mulklarni aniqlash va ularga nisbatan choralar ko'rish tartibi alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solingan. Mulk egasi uchun bu jarayonlar haqida xabardor bo'lish juda muhim. Agar mulkdan foydalanmaslikka uzrli sabablar bo'lsa, ularni rasmiy tarzda hujjatlashtirish va tegishli organlarga taqdim etish zarur. Amaliy maslahatlar nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Yuqoridagi ma'lumotlarni hisobga olgan holda sizning ko'chmas mulkingiz bilan bog'liq ishlarni tartibga solish uchun aniq qadamlar belgilab olishimiz kerak. Umumiy tavsiya: aslo vahimaga tushmang. Ammo ogohlantirilgan, qurollangan deganlaridek o'z mulkingizga e'tiborli bo'ling va barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. Har doim qonunchilikdagi o'zgarishlarni rasmiy manbalardan kuzatib boring. Mulk soligi o'zgarishlari bo'yicha kadastr bahosini tekshiring. Eng avvalo o'zingizning mulkingizning yangi kadastr bahosini bilib oling. Buning uchun davlat kadastr agentligining e-kadastr elektron portalidan foydalanishingiz mumkin. Yoki kadastr agentligining mahalliy bo'limlariga shaxsan murojaat qiling. Sizga pasportingiz va mulk hujjatlaringiz, kadastr pasporti kerak bo'ladi. Solikni hisoblang. Yangi kadastr bahosi va amaldagi solik stavkasiga ko'ra sizning mulk soligingiz qancha bo'lishini hisoblang. Davlat solik qo'mitasining rasmiy veb-saytida yoki mobil ilovasida solik kalkulyatorlari mavjud bo'lishi mumkin. Agar bahoga norozi bo'lsangiz, agar sizning mulkingizning yangi kadastr bahosi bozor narxlaridan oshirib yuborilgan deb hisoblasangiz, siz uni qayta ko'rib chiqishni talab qilish huquqiga egasiz. Buning uchun kadastr agentligiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizga o'z noroziligingizni asoslovchi dalillar, masalan, mustaqil baholovchi kompaniya shulosasi ilova qilishingiz mumkin. Odatda ariza 5 kun ichida ko'rib chiqiladi. Aloqa ma'lumotlarini yangilang. Soliq organlari va kadastr agentligida sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, telefon raqami, elektron pochta manzili doimiy ravishda yangilanib turishiga ishonch hosil qiling. Bu soliq xabarnomalarini o'z vaqtida olishingizni ta'minlaydi. Ijara faoliyatini tartibga solish bo'yicha shartnomani rasmiylashtiring. Agar siz hozirda mulkingizni norasmiy ravishda ijaraga berayotgan bo'lsangiz, darhol ijara shartnomasini tuzing. Bu shartnomada mulkning manzili, ijara muddati, ijara haqi miqdori, tomonlarning huquq va majburiyatlari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Shartnomani ro'yxatdan o'tkazing. Tuzilgan ijara shartnomasini Davlat soliq qo'mitasining ijara-solik.uz elektron platformasi orqali onlayn tarzda ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Bu juda qulay va tezkor usul. Yoki siz davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz yoki notarius orqali ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Buning uchun sizning pasportingiz, mulkning kadastr hujjati va ijara shartnomasining o'zi kerak bo'ladi. Solik rejimini tanlang. Ijara daromadidan solik to'lashda siz ikki variantdan birini tanlashingiz mumkin. A. Jismoniy shaxsning daromad soligi odatda 17%. Bu holda solik har oy yoki chorakda to'lanadi. B. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, qat'iy belgilangan solikni to'lash. Bu ko'pincha kichikroq ijara daromadiga ega bo'lganlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Chunki solik miqdori qat'iy belgilangan va ko'pincha 2% dan kamroq bo'ladi. Ammo bu rejimlarning shartlari va cheklovlarini solik inspektoringizdan yoki solik maslahatchisidan aniqlab oling. Hujjatlarni saqlang. Barcha ijara shartnomalarini, ijara haqi to'langanligi haqidagi kvitansiyalarni, solik to'langanligi haqidagi cheklarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarda sizni himoya qiladi. 3. Foydalanilmayotgan yaroqsiz mulklar bo'yicha mulk holatini baholang. Agar sizda foydalanilmayotgan uchastkalari yoki yaroqsiz holatga kelgan binolar bo'lsa, ularning holatini obyektiv baholang. Hokimiyat yoki kadastr agentligi sizning mulkingizni foydalanilmayotgan deb topmasligi uchun nima qilish kerakligini o'ylab ko'ring. Foydalanishga kiritishni rejalashtiring. Agar mulkdan foydalanish niyatida bo'lsangiz, uni foydalanishga kiritish bo'yicha aniq rejalar tuzing. Qurilishni boshlash, ta'mirlash, biznesni yo'lga qo'yish. Masab agar bu moliyaviy jihatdan qiyin bo'lsa, mulkni sotish imkoniyatini ko'rib chiqing. Hujjatlar tutayın kumbatdan assa, hujjatlashtiring. Agar sizda foydalanmaslikka uzrli sabablar bo'lsa, masalan sud ishlari, chet elda bo'lish. Barcha tegishli hujjatlarni to'plang va ularni mahalliy hokimiyatga yoki kadastr agentligiga taqdim eting. Har qanday ta'mirlash yoki qurilish ishlarini amalga oshirsangiz, barcha cheklar va shartnomalarni saqlab qoling. Bu sizning mulkingizga g'amxo'rlik qilayotganingizni tasdiqlaydi. Mutaxassis maslahati: agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan bir nechta mulk katta miqdordagi
ijara daromadi yoki baholash bilan bog'liq jiddiy kelishmovchiliklar malakali yuridik maslahatchiga yoki soliq bo'yicha mutaxassisga murojaat qilishdan tortinmang. Ularning yordami sizni ko'plab muammolar va xarajatlardan qutqarishi mumkin. Doimiy monitoring. Davlat qonunchiligidagi o'zgarishlarni muntazam ravishda kuzatib boring. Davlat soliq qo'mitasi, kadastr agentligi va adliya vazirligining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilinadigan yangiliklarga e'tibor bering. Xulosa va yakuniy chakirik. Shunday qilib, qadrli do'stlar, bugun biz ko'chmas mulk egalari uchun joriy etilgan yangi qonunlar haqida juda batafsil va atroflicha gaplashdik. Tushunib yetganingizdek, bu o'zgarishlar sizning moliyaviy ahvolingizga, huquqlaringizga va majburiyatlaringizga bevosita ta'sir qiladi. Mulk soligini hisoblashning yangi tizimi, ijara faoliyatini rasmiylashtirish majburiyati va foydalanilmayotgan mulklar uchun joriy etilgan jarimalar. Bularning barchasi oldinga qadam tashlashimiz, mas'uliyatli mulkdor bo'lishimiz va mamlakatimiz rivojiga o'z hissamizni qo'shishimiz uchun xizmat qiladi. Sizdan faqatgina bir narsa talab etiladi. Bu ma'lumotlardan to'g'ri xulosa chiqarish, qonunlarga rioya qilish va mulkingizga e'tiborli bo'lish. Esingizda bo'lsin, ogohlantirilgan, qurollangan demakdir. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz men uchun juda muhim. Shuning uchun kommentariyalarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring, savollaringizni bering. Men barchasini o'qib, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.